Assalomu alaykum, kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga ozishning samarali usulini ko'rsataman. Bu usul sizni ozdiradi, organizmni vitaminlar bilan oziqlantirib, tanani yoshartiradi. Tayyorlashga o'tamiz. Bir dona limonning yarmini tozalab, 2 bo'lakka bo'lamiz. Keyin blenderga solamiz. Bir dona olmani ham tozalab bo'laklarga bo'lamiz. Buni ham blenderga solamiz. Bitta marakuyani 2 qismga bo'lib, ichidagi qismini idishga olamiz. Buni ham blenderga solamiz. Bir osh qoshiq zig'ir maydalanganini masalliqlarimizni ustiga qo'shamiz. Ustidan 1 stakan suv solib, blenderdan o'tkazamiz. Mana ozdiruvchi ichimligimiz tayyor. Buni kechki ovqat o'rniga iste'mol qilamiz. Bu orqali yaxshigina vazn yo'qotamiz, qorinni yo'qotamiz, ortiqcha yog'lardan xalos bo'lamiz. Video yoqgan bo'lsa, fikrlaringizni izohga yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lib, like tugmasini ham bosib qo'ying. Meni shu orqali qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.